Alaykum azizlarim, mehribonlarim, siz bilan bugun yana savolingizga javob berishda davom etamiz. Bugungi savollardan bittasi bu psoriaz haqida edi. Ya'ni men faqat mazmunini tushuntirishim mumkin, chunki audio savol edi. Bu qizimiz o'zlarini ustida juda ham yaxshi ishlaydilar. Harakat qilyaptilar, har bir narsani pozitiv tarafini o'ylashga. Lekin farzandlarida psoriaz bor ekan va buning sabablarini qanaqa qilib bartaraf qilish kerakligini bilmoqchilar. Ularning savoli mazmuni shunaqa edi, ya'ni siz aytgandingizki, farzandingizdagi kasalliklar bu sizni holatingiz, sizni ichki holatingiz, ya'ni siz bilan ham bog'liq bo'ladi. 24 yoshgacha deb aytgan edingiz. Shuning uchun menda qanaqa holat bo'lyaptiki, farzandimda shu psoriaz kasalligi namoyon bo'lyapti degan savol edi. Psoriaz kasalligi bu teri kasalliklar hisoblanadi. Ya'ni teri bu bizni himoyalovchi vosita hisoblanadi. Himoya vazifasini bajaradi va ichingizda emotsiyalar toshib chiqqanda, ya'ni keragidan ortiq oshib ketgan vaqtda bu tashqaridan o'sha teri kasalliklar bilan bog'liq sabablarga olib keladi. Psoriaz birinchi yordamim, albatta buning ustida oylab ishlanish kerak bo'ladi, lekin birinchi yordam sizga aytmoqchimanki, agar insonda, onalarda ayniqsa ichki hissiyotida o'zini ayblash bo'lsa, o'zidan uyalish, onaligidan uyalish holatlari bo'lsa, yoki yana shunday holat o'zini jazolash holatlarida psoriaz farzandingizda kelib chiqishi mumkin. Ya'ni agar tushuntiradigan bo'lsak, shu farzandingiz kichkinaligida farzandingizni masalan tug'masligim kerak edi, shu farzandimni yoki o'sha holatda bo'lgan bo'lsangiz, ya'ni ko'plarda o'g'il qiz yoki qiz farzand bo'lib ketadi, o'g'il kutishadi-da, biz aytamiz bu narsani o'sha holatda o'tib bo'ldik deb o'ylaymiz, lekin albatta onani ham xotirasida, bolani xotirasida ham mana shu narsalar saqlanib qoladi. Yoki aytaylik, farzandingiz tug'ilganida siz o'zingiz onalikni boshqacha tasavvur qilgansiz. Masalan, farzandimni boshqacha himoya qilaman, boshqacha katta qilaman, boshqacha tarbiyalayman, farzandimga yetarli vaqt ajrataman, shunaqa holatlar bilan o'ylab, masalan, farzandli bo'ldingizda, lekin hayot tashvishlari deylik, shunaqa vaziyatlar yuzaga keldiki, sizda farzandingizga yetarli vaqt ajratib bera olmadingiz. Ya'ni o'sha holatingizda majbur bo'ldingiz ishlashga, majbur bo'ldingiz kelinlik vazifalarini bajarishga va parallel holatda farzandingizga o'zingiz xohlaganday vaqt ajratib bera olmaganingizda, ya'ni ichingizda mana shu farzandimni tashlab qo'ydim, shu farzandimga men onalik mehrini bera olmadim, shunga o'xshagan aybdorlik hissi, shunga o'xshagan o'zidan uyalish hissi, ya'ni aytaylik, men ham ona bo'la oldimmikin deganga o'xshagan aybdorlik hisslari sizda uyg'ongan bo'lsa, shu hissiyotlar, ya'ni keragidan ortib ketgan bo'lsa, demak farzandingiz psoriaz orqali mana shu vaziyatlarni sizga ko'rsatib berayotgan bo'ladi. Nima qilishingiz kerak? Har bir vaziyatda, hayotimizdagi har bir vaziyat bekorga yuzaga kelgan emas. Farzandingizning siz tashlab qo'yishingiz kerak bo'lgan holat ham
bekorga yuz bergan emas. Ya'ni hayotni kuzatadigan bo'lsak, juda ko'plab vaziyatlarda shunaqa vaqtlar bo'ladiki, judayam mehribonlikda o'sgan bolalar, umuman dog' tekkizilmay, vaqtida ovqatlantirilgan, vaqtida kiyintirilgan, har tarafdan himoya qilingan, xohlagan narsa olib berilgan farzandlarda giperopeka deymiz, juda katta muvaffaqiyatlarga erisha olmaydi aslida. Erishish juda kam holatlarda bo'ladi. Demakki, siz shu vaziyatlarda, ya'ni bu bilan tashlab qo'ying deyilmayapti. Faqatgina har bir narsaning sababi bor. Alloh sizga bekorga shu vaziyatlarni yaratib bermagan. Ya'ni shu farzandingizning yo'li shunaqadirki, balki bu farzandingiz keyinchalik sizdan alohida uzilib chiqib, masalan, chet ellarda yashashi kerak bo'lar yoki chet ellarda o'qishi kerak bo'lar. Shu holatlarga Allohim bizni yoshlikdan tayyorlab boradi, ya'ni farzandingizni tayyorlab boradi. Shuning uchun ham sizga imkoniyat bermaydi.